Mendan Umraga borish uchun nega aynan Safar Travelni tanlaganimni so'rashmoqda. Avval bir necha tur firmalarni ko'rib chiqib tahlil qildim. Eng ma'quli shu firma ko'ringach, keyin ofislariga borib, ularning faoliyatlari bilan yaqindan tanishdim. Voy borganlar jannat makon ekan deydi. Safar Travel ziyoratchi va sayohatsevarlar uchun yangi loyihalarni boshlagan. Mana shu oldinga qo'ygan sifat. Chunki biz mijozlardan o'shani pulini olamiz. O'shanga biz sifatini berishimiz kerak. Ayni paytda sayohatlarga yangi yo'nalishlar qo'shilmoqda, yanada ta'sirotli safarlar hozirlanmoqda. Istanbul bursa bo'ladimi yo Istanbul Antalya bo'ladimi? Istanbul bursa bo'ladi. Bu mavsum kun emas, ish qaynayapti. Butun jamoa safarlarning qulay va halovatli o'tishi uchun jon kuydirayapti. 3 etapda bo'ladi. Hozir birinchisi 7 kunlik, 14 kunlik, keyingisi ikkinchi etapda bo'ladi. Undan keyin oktyabrdan 3-etap bo'ladi. Safar Travel o'tgan mavsumda 15 mingdan ortiq ziyoratchilarga xizmat ko'rsatgan. Bu 15 mingdan ziyod oilalarning ishonchi demakdir. Safar Travel tanlaganimizdan juda ham xursandman. Yana qancha imkon berilsa Alloh tomonidan har doim borgan safar tanlagan bo'lardim. Sayyohlik kompaniyasi jamoasi yanada qulay sayohatlarni tashkillashtirish harakatida. Umra orzuyim Safar Travel bilan amalga oshish arafasida. Bu ziyorat menga qanchaga tushyapti? Umra paketi va byudjeti haqida keyingi videoda ko'ring.